Assalamu alaikum qarindoshlar, qanavulinglar yaxshimi? Bugun atiganda chiqarilgan kundalik video sal kechikib qoldi. Unda bo'lishlik asosiy sabab men atiganda parlament a'zolari hozir o'zlarininki oldingi 2 kundagi jiddiy ishlarining o'ydidan chiqib, azroq bizning ishimizga ko'ngil bilalaydigan ehtimol intayin cho'ng kun bugunchu. Şuna nurgun e-mail, alaka ve ular uçur yollaş, materyal yollaş degендek aşnaq işler bilen etigen saat 7:20 demişek hep olgan. Hazır xil kun çıkıp yaxşı olub qaldı. Etigenden köp yaxşı, köp ıssiq. Şu işlarni qipti men. Şuna bilan sal kechikib qaldı. Endi bugun meninki şu aşk e'lon qilishning 6-kunü qadam qo'ydim. Tan salomatligim mening bardoshlik berish uchun yanlam bor. Ko'ryapsizlar, mana bizda mashinalar u ham bu yoqqa yig'iladigan yanlam parlamentning oldi qaynab davomli degidek paleta bo'lib turdi bu yerda. Bugun endi mening asosliq shu markaz qilib turib, ching tutib turib qildigan bir ishim amal var, köplügen parlament a'zolari bilan ko'rishish, ham ular bilan, ularning ishxonasi bilan aloqani kuchaytirish. Chunki bu Uyg'ur qirg'inchiligi, Uyg'ur genocide bu bir odamning ishi emas, bir partiyaning ishi emas. Endi bizningki burungi xatoligimiz 2021-yildagi. Hamda uningga kim ishlagan, kim qilgan, uning tafsilotiga kirib yurmayman bu yerda. Eng cho'ng o'tkazgan xatolik bir adamning qo'liga tashlab qo'yish yoki bo'lmasa bir siyosatchining politicianning siyosatchining qo'liga tashlab qo'yish. Bu parlamentning ishida degan kuch tamponlik bo'ladi. Odatda parlamentning ishidagi kuch tamponlik bilan kuchning kimga kim ta'sir ko'rsatadigan mana ichki qismidagi bu mohiyatini tushunish kerak-ku. Hani yani ki Uyghur genocide degen İngilizce bipartisan deydi. Taraf tutmaydigan bir ahval. Hamma parlament a'zosininki mayli o avam palata olsun, yoki kengash palata olsun, hammasininki qaysi partiyaning parlament saylangan parlament a'zosi olsun, aşağıdan hammasi ovoz berilgan, ham aşağıdan ko'ngil berilgan masalasi. U hergiz ma'lum bir partiyaning, ma'lum bir shaxsniki shirasini ustiga tashlab qo'yadigan, aşağıdan tayinlagan ish emas-ku. Şu an bu yerda birinchidan siyosiy jihatdan zil bo'lish kerak. Bu nimaning parlamentning ishidagi kuchdan qanday foydalanish. Yana birisi, ham tunugunki mening his qilganim-mo, masalan bizning ishimizda mishadma o'tag'an tatib Falastinliklarniki namoyish bo'ldi. Yazidiylarniki namoyish bo'ldi. Andin İsraillik ama bu Yahudilarning namoyish bo'ldi. Shu 3 yil namoyish u yana birini unutib qoldim, ama muhit asrag'uchi, muhit qo'g'daydigan aktivistlarniki namoyishchi. Aşağıdan hammasi kelib bizning ishimizni qo'llaydiganligini, naqadar bu ishning muhimligini deb bayon qilib ketib qoldi. Shu ularning har vaqt bizning ishimizga yordamga tayyor ekanligini. Hamda ashning o'zimi bizga naqadar o'zimizga dushman topmasligimiz kerak-ku. Biz hergiz taraf tutadigan yoki bo'lmasa yaxshi ma yomon deydigan haqiqat diagnoz qo'yadigan baho beradigan yerda emas. Biz atrofimizga foydalanadigan yoki bo'lmasa erishga tegishlik qo'llash ham bizni qo'llab-quvvatlaydigan yoki bizga ozroq bo'lsin, bir ovoz bo'lsin beradigan har qanday odamni yenimizga tortib ashlar bilan bir ochiq suhbat qila oladigan holatda bo'lishimiz kerak. Bugunchi mening sizlarga deydiganim shunchalik. Rahmat.